22 oktyabr 2025-yil soat 21:25 da Milliy TV kanalida tomoshabinlar Tozalovchi nomli o'zbek serialining 78 qismini tomosha qilishadi. Har bir qism inson taqdirining chang bosgan burchaklarini tozalagandek, yashirin haqiqatlarni ochadi. Tozalovchi nafaqat jinoyat va sirlarga boy hikoya, balki ayolning ichki kuchi va sabrining timsoli hamdir. Yangi qismda bosh qahramon yana sinovlarga duch keladi, ammo aynan shu og'riqlar orqali uning haqiqiy qudrati ochiladi. Ssenariy, aktyorlik mahorati va rejissura uyg'unligi serialni tom ma'noda hayotiy qiladi. Har bir sahna samimiyat bilan to'la, har bir qarashda dard va umid bor. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, degan satr esa butun asarning yuragi bo'lib, har bir insonning orqasida bir doston yashirinligini eslatadi.